Bugun Jaloliddin Manguberdi haqida so'z yuritamiz. Jaloliddin ibn Alovuddin Muhammad 1199-yilda Xorazmning boy va gavjum savdo markazi Urganch shahrida tug'ildi. Savdo yo'llari chorrahasdagi bu shahar minorlari va gavjum bozorlar bilan mashg'ul edi. Otasi Xorazmshoh Alovuddin Muhammad ikkinchi, onasi Turkman malikasi Oychechak edi. Jaloliddin Qipchoq naslidan kelib chiqqan mard va qat'iyatli fe'l-atvorga ega. Yoshligidan otasi bilan harbiy yurishlarda qatnashdi. Jang maydonining changi va shovqinida ulg'ayib bordi. Jaloliddin 33 yillik umrining 11 yilini turli jang maydonlarida o'tkazdi. O'sha paytda hammasi osoyishta ketayotgandek edi. Ammo bir kuni g'arb tomonidan qora bulutlar kelganidek, mo'g'ullar ham bostirib keldi. Ularning boshida esa Chingizxon.